juda ko'p yo'nalishlarda nojoiz ishlari bor. Bizani kasbda ham, Amerika logistikasida ham bor. Siz aytgandek bopter qilish, double broker, bunaqa narsalar bor, driverlarni aldash. Lekin hamma o'zini ishini bilib ishlasa va bizning dinga to'g'ri keladigan bo'lib ishlasa, unaqa qiyin ham emas, oson ishlasa bo'ladi. Lekin setayotgan odamlar bor, double broker qiladigan, qilmagan ishiga pul oladiganlar ham bor. Birinchi ishlagan kompaniyamda tanishlar bor edi, ishlashgan necha marta, ko'p marta aytilgan, lekin mana shu orqali daromad topayotgan tanishlar ham bor-u, aytilgan, lekin bir tiyin olmasdan baribir davom etishadi. Boshqa yo'nalishlarda ham bor, Amerika logistikasida ham uchrab turadi. Qilmagan narsasiga pul olish va double broker degan narsalar bor. Mana shu videoni tashlab qo'yasizlar, o'sha double broker bopter qiladiganlarga. Balki bu videoni ko'rib qalaqadan ta'sirlanib, balki boshqa yo'nalishga, Amerika logistikasi boshqa yo'nalishga, boshqa sohasiga o'tib ketishar. Bu odam o'ziga bog'liq.